To'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi va harakatlanish taqiqlanadi belgilar o'rtasidagi farqni ko'rib chiqamiz. Bu belgi haydovchi belgiga yetganda har qanday sharoitda to'liq to'xtash kerakligini bildiradi. Atrof bo'sh bo'lsa ham mashinani butkul to'xtatib, har ikkala tomonni sinchiklab tekshirish va faqat yo'l xavfsiz bo'lganiga ishonch hosil qilib, keyin harakatni davom ettirishga ruxsat beradi. Bu belgi qayerlarda uchraydi? Svetofor ishlamayotgan chorrahalarda, keskin va ko'rinishi cheklangan kesishmalarda, xavfli joylarda. Agar bu belgi e'tiborsiz qoldirilsa, kesishmada to'qnashuv va yo'l transport hodisasi yuzaga kelishi mumkin. Qoidabuzarlik uchun jarima belgilanadi. Harakatlanish taqiqlangan belgisi. Bu belgi esa belgi o'rnatilgan hududga umuman harakatlanish man etilganini bildiradi. Ya'ni ushbu joyga hech qanday transport vositasi bilan kirish mumkin emas. Qayerlarga qo'yiladi? Yo'l ta'miri olib borilayotgan hududlarga, maxsus ruxsat talab qilinadigan yopiq hududlarga. Agar haydovchi bu belgi turgan joyga kirsa, bu qoidabuzarlik sanaladi va jarimaga sabab bo'ladi. Ikkala belgi ham o'z joyida va o'z o'rnida juda muhim. Biri kesishmada xavfsiz o'tishingiz uchun sizni majburiy to'xtatsa, ikkinchisi esa umuman kirishni man etadi. Yo'llardagi belgilarni to'g'ri tushunish va amal qilish siz va boshqalarning hayotini saqlab qolish uchun muhimdir. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va do'stlaringizga yuborib qo'ying.